hamma joyimni ushlab, o'zini asbobini yechib ko'rsatdi. Qo'limga majburladi, ushladi. Surxondaryolik bu voyaga yetmagan qiz o'qituvchi tomonidan zo'rlanganligini aytmoqda. Ushlamadim, keyin yana urdi. O'zi qo'limni tortib, qo'li bilan ushlatirdi. Zo'rlangan qiz bo'lgan sharmandalikka chidolmasdan yaqinlariga bo'lgan voqeani aytmoqchi bo'ladi. Lekin o'qituvchi uni yashirincha videoga olganligini, agar yaqinlariga bo'lgan voqeani aytsa, behayo videoroliklarni mahallaga tarqatishlik bilan uni qo'rqitadi. Shan bilan o'lim berding-ku aka. Yashashdan umidim qolmagan edi. Akalarim bilan amakim hozir masalan ayam ko'ylagimdan ushlab yotadilar. O'zini bir nima qiladi deb. Hali voyaga yetmagan qizning nozik joyidan ushlab olgan zo'ravon o'qituvchi qizni kechasi ham uchrashuvga chiqishlikka majburlaydi. Lekin bu safar qiz buni rad etadi. Bundan jahli chiqqan zo'ravon o'qituvchi barcha behayo videoroliklarni mahallaga, hammaga tarqatadi va behayo videoroliklar aylanib qizning yaqinlariga, qarindoshlariga va ota-onasiga yetib keladi. Videoni ko'rganimdan keyin men shu videoni ko'rmasam o'lib ketishim yaxshi deb shunda o'z iltimos chorasini ko'ringlar aka. Bu qizning nomusi shunda bo'ldi endi. Bu videoni ko'rgan insonlar biron kishi ishonmaydi-ku bu qiz bola. Allohga bo'yib qasam dedi, o'chirib tashlayman dedi. Va bugun qiz va qizning ota-onasi, yaqinlari ko'zida yosh bilan barcha haqiqatni sizu bizga videorolik orqali aytib bermoqda. Kuyovim Rossiyaga ketganda, shu qo'shnimiz kelib bino qilardi, gapirardi, ish-pishimga oz-oz yordam berardi. Uni maqsadini men bilmagan ekanman. Kuyovim Rossiyaga ketgan uchun mendan foydalanmoqchi bo'lgan. Surishtiruv ishlari natijasida bu zo'ravon o'qituvchi faqatgina yosh qizlarga ko'z olaytirmas ekan, aksincha, eri Rossiyaga ketgan ayollarga ham ko'z olaytirib, ularni etagidan ko'tarib va o'zi xohlagan ishlarni amalga oshirish niyatida ularga ham tegajonlik qilib turar ekan. Necha marta maktabda ham bir-ikki qo'pol ishlar qilgan. Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Qilchbek. Do'stlar, mana shu videoroligim orqali sizlardan poddeshka so'rab qolaman. Videoroligimizga maksimal darajada like bosib, hamma joyga tarqatib tashanglar. Kerak bo'lsa, vazirlikkacha yetib borsin. Sababi, mana shu zo'rlangan qiz ishi bo'yicha surishtiruv ishlarini olib borayotgan jurnalistlarga nisbatan fitnalar boshlangan. Albatta, videoroligimiz davomida jurnalistning o'zi ham sizlarga aytib beradi. Ya'ni bu ish yopiqligicha qolishligini ba'zi bir insonlar xohlayapti. Lekin oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Haqiqat egiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Ommaviy axborot har doim haqiqat uchun kurashadi. Albatta, mana shu haqiqat uchun ham sizlardan addushni poddeshka kutib qolamiz va videorolikka ko'proq kommentariya qoldiringlar. Bu kommentariyani hamma o'qiyapti. Hattoki o'sha ishni qilgan zo'ravonlar ham va zo'ravonlar ortida turgan tankilari ham. O'shaning uchun ko'proq kommentariya qoldiringlar. Sizlarning fikrlaringiz biz uchun muhim. Assalomu alaykum, hurmatli Effektus kuzatuvchilari. Biz Surxondaryo viloyatining Boysun tumani Dehibolo mahalla fuqarolar yig'iniga yetib keldik. Agar yodingizda bo'lsa, kuni kecha bizning YouTube'dagi ijtimoiy tarmoqdagi kanalimizda bir qizning jinsiy tajovuzga uchragani aytilayotgan video e'lon qilingan edi. Afsuski, ushbu holat maktab o'qituvchisi tomonidan amalga oshirilgani bizning ijtimoiy tarmoqlardagi ushbu videolarimiz ostidagi kommentlarda keskin fikrlarga sabab bo'ldi. Odamlar ushbu holatni keskin qoralashdi. Biz aynan mana shu holatni yaqinroq o'rganish maqsadida Surxondaryo viloyatiga Toshkentdan bo'lsa ham yetib keldik va voyaga yetmagan Bozor va Farzonaga haqiqatdan jinsiy tajovuz qilingani yoki yo'qligi haqida surishtiruv ishlarimizni olib bordik. Lekin unga juda ham qattiq zarbalar bilan jinsiy tajovuz qilingan. Ya'ni o'qituvchi yigit o'zining
qora maqsadiga afsuski yeta olmagan. Bunga esa Farzonaning unga ko'rsatgan qarshiligi sabab bo'lgan. Oradan kunlar o'tadi. Farzona ushbu holat bo'yicha hech kimga lom-mim demaydi. Ichida saqlab yuradi ushbu holatni. Lekin afsuski o'qituvchi ushbu jirkanch videoni turli shaxslarning Telegramdagi profillariga yuboradi va qizning nomusi toptalgani to'g'risida o'zicha qayerlardadir maqtanib yuradi. Bilishimiz bo'yicha holat hozirda ijobiy, Farzonaning sog'ligi yaxshi va u hozirda sog' salomat uyida o'z ota-onasi qaramog'ida bo'lib turibdi. Oradan kunlar o'tgandan so'ng Effektus ushbu videoni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganidan keyin tuman ichki ishlar boshqarmasi holat bo'yicha jiddiy o'rganishlarni olib bordi va Farzona tomonidan yozilgan arizaga jiddiy tarzda qaradi hamda ushbu holatni yopti qilgan tergovchiga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlandi. Biz Boysunning juda ham uzoq bo'lgan hududiga yetib keldik. Ya'ni ushbu Dehibolo mahalla fuqarolar yig'inida 200 ga yaqin aholi yashaydi, ya'ni 200 ga yaqin xo'jalik bor, 1200 dan ortiq fuqarolar mana shu yerda, mana shu qiyin va tog'li sharoitda bo'lsa ham kunlarni kechirishadi. Dehibolo mahalla fuqarolar yig'inidan ajralgan kichkina qishloqchaning o'zida esa 10 ga yaqin xonadon joylashgan va biz tilga olayotgan o'qituvchi aynan bozori va Farzona yashaydigan uyga juda yaqin hududda yashar ekan. Afsuski, hozirda uni topishning iloji bo'lmadi. Surishtiruvimiz davomida o'qituvchi yigit qayergadir ko'chib ketgani, balki vaqtinchalik ko'chib ketgani bizga ma'lum bo'ldi. Shu uchun u bilan yuzlasha olmadik. Biz Farzonaga xuddi bir singlimiz sifatida qaragan holda uning taqdiriga befarq bo'la olmadik. O'ylaymizki, qolganlar ham Farzona, nafaqat Farzona, balki butun o'zbek ayollarining taqdiriga befarq emaslar. Albatta, O'zbekistonda ayollarga nisbatan jinsiy tajovuz, turli kaltaklashlar va ularga nisbatan turli zug'umlar juda ham ko'p. Aynan mana shunday holatlarga jiddiy yondoshgan holatda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jiddiy harakatlar, amaliy ishlar qilinmasa, bu kabi holatlar kundan kunga ko'payib boraveradi. O'zbekistonda qonun ustuvor. Qonunlar ustuvorligini ta'minlovchi faqat shaxslardan ozgina harakat hamda biroz bir vijdonan yondashuv kerak bo'ladi. Albatta, Effektus ushbu masalada jiddiy turadi va mana shu holat bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarni oxirigacha yetkazib, kerak bo'lsa Boysundan ketmasdan bo'lsa ham Farzonaga nisbatan qilingan tajovuzga biz shunchaki qaramaymiz va sizlarga natijasini yetkazib boramiz. Rahmat e'tiboringlar uchun. Assalomu alaykum. Hurmatli azizlar. Dehibolo mahalla fuqarolar yig'inida Rahmanazar Sohir Burxorovdan 2022-yilda sentyabr oyi 25-sentyabrdagi bo'lgan voqea yuzasidan noyabr oyining 6-chilasida, shu joriy yilning noyabr oyining 6-chilasida xabardor bo'ldik. Zudlik bilan tegishli ishlarni tashkillashtirdik. Mahalla ostoqollarida, mahalla profilaktika inspektori, mahalla xotin-qizlar faoli, mahalla yoshlar yetakchisi o'sha davrda o'qishda edi. Shu sababdan bu jarayonda ishtirok etmagan bu. Tashkillashtirdik. Otasi bilan suhbat qilib, otasiga o'z haq-huquqlarini tushuntirdi. Masalan, ushbu ish faqatgina shu qonunni himoya qiluvchi prokuratura organlari, ichki ishlar bo'limlari tomonidan hal bo'lishi, o'sha yoqqa murojaat qilishini tushuntirdi. Shundan keyin mana hozir fuqaroning murojaati bo'yicha tumanimiz ichki ishlar bo'limida tergov jarayonlarini olib boryapti. Hurmatli prokurorimiz, hokimimiz Asqar Jo'rayev boshchiligida ushbu jarayon kuchli, qattiq nazoratda. O'zbekistonimizda o'zlaring bilasizlar, qonun ustuvorligi boshqa davlatlarga nisbatan juda kuchli va amalda. Hech bir jinoyat O'zbekistonimizda jazosiz qolmagan. Shuning uchun Xudo xolisa mana shu ham ana shu ishni qilgan inson ham topiladi va qonunga muvofiq jazolanadi. Siz o'sha qizni tanirmidingiz? Albatta, u bizning fuqaromiz.
Mana shu mahallamizga qarashli Zervaroz qishlog'ida yashaydi. O'sha qiz Oltinsoy tumanining 60-maktabda Ketar filialida o'qigan va Oltinsoy tumani 60-maktabida 11-sinfda tugatgan. Yigitchi. Yigit albatta yigitni ham taniyman. Yigit Saidmurodov Narzullo endi uni hozir qilmaganligi aniqlanmagan. O'zimizning 19-maktabda o'qituvchi bo'lib o'zbek tilidan dars berardi. Xulqi qanaqa xulqi bo'yicha nima deyolasiz shu ikki shaxsni? Xulqi to'g'risida endi nima deyardim? Shu o'rtacha xulqi bor. Bungacha shunaqa ishlar bo'lganmi siz mahallangizda? Yo'q. Bu birinchi marta bo'lishi bu. Bunaqa hech qanaqa xunuq ishlar bo'lmagan. Biz mana shu xalqimiz bir mehnatkash, bir mehnatsevar xalq. Mana kelib ko'rgan bo'lsalaring, toshlarning ustida bog' yaratgan xalq. Bu yerda nima desam ekan? O'z mehnati bilan evazida yashayotgan bir mehnatkash xalq bu xalqimiz. Shu prezidentimizga mingdan ming rahmat. Xalq uchun g'amxo'rlik qilyaptilar. Xalqni deb ko'p nima deydi mana xalqning manfaatiga fuqaroni himoya qiladigan mana turli qonunlar mana tashqarida el shiori bor. Mana shu shiorlarning o'zi mana shu O'zbekiston davlatida qonun ustuvorligi, xalqning manfaati uchun ko'p ishlar qilayotganligini bir nishonasi. Siz shu yigitga keyinchalik tushuntirish ishlari olib borildi-mi sizlar? Albatta mana tushuntirish ishlari olib bordik. Mana xotin-qizlar qo'mitalari, profilaktika inspektorlari bilan hamkorlikda hamkorlikda shu ishlarni qildik. Qizning otasi sizga 6-noyabr kuni murojaat qildim. Vaholanki voqea 25-sentyabr kuni sodir bo'lgan. 7-sentyabr bo'lgan. Agar shu nimadan tarqatgandan keyin qizning otasi ijtimoiy tarmoqlarda, o'sha ijtimoiy tarmoqda tarqalgandan keyin qizning otasi xabar berdi. Ungacha qiz aytmagan. Undangacha qiz o'zi endi sizlar tushunasizlar. O'zimizning qizlarimiz hayoli. Bitta o'sha nima deydi? O'sha mudhish voqeada bitta qizni nomusi, bitta qizni ori uni ertangi hayotiga bu bir ta'sir ko'rsatadigan voqeadir bu. Shuning uchun mumkin ana shuning uchun qiz saqlagan bo'lishi mumkin. Shu ijtimoiy tarmoqda tarqalgandan keyin xabar topdik, darrov shu tegishli choralarni ko'rdik. Haqiqatan jinoyat sodir bo'lgan payt bizni xolis guvohlikka chaqirib, o'sha voqea joyiga borib, haqiqatan xolis guvohlikka o'tishiga ichki ishlar xodimlari menga qarshilik qilishdi. Qarshilik qilgan bo'lsa ham men o'z haq huquqimni bilgan holda ularga tushuntirib xolis guvohlikka o'tdim. Xolis guvohlikka o'tgandan keyin meni yana ta'zir qilib, sen Boysunga tumanga chaqiramiz. Ana yo'lpilik og'ir shu masala bo'yicha aytishdi. Men haqiqatan men Boysun tumaniga boraman deb haqiqat va'da qilganman. Lekin mana bu jinoyat sodir qilgan Saidmurodov Narzullo mana bu 19-o'rta ta'lim maktabiga domla bo'lib ishlaydi. Meni 4 ta farzandim mana shu maktabga qatnab keladi. Lekin agar jinoyat jazosiz qolsa, men qanday maktabga bu 4 ta farzandimni qo'yaman? Ertaga buni xavfsizlikni kim ta'minlab beradi? Mana bunga kelib, mana qizni zo'rlab, mana miltiq bilan urib, uni yiqitib, shu holat qilgan bo'lsa ham, tuman ichki xodimlar jazo berilmagan. Hech qanday jazo berilgan yo'q. Xarakteri oldin ham, necha yil oldin ham qo'shnisi bilan gap bo'luvdi. Qo'shnisi necha xalla oldingi mahalla raisiga haqiqatan arza qilgan, meni haqqa qizimni dars paytiga tekkan deb, uni ham inobatga olinmagan. Bunga kelib mana shu og'ir jinoyat sodir bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli kattalar. Men mana shu qishloqqa 30 yil bo'ldi, ostiqol bo'lib ishlayman. Mana shu yerga-da. O'likiga ham, tirikiga ham men hammasiga xizmat qilaman. Lekin bugungi vaqtda bo'lgan bu voqeaga e'tibor berib bir harakat yordam qilinglar.
hech qanday misolki ichki ishlar tomonidan yordam bo'lmayapti. Bo'lgan voqeani hech qanday misolki u qasddan qilmasa u misolki qo'l bilan kovlayotgan narsa emas-ku. Telefonga ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Telefonga ko'rgan 5 jahon respublikalar ko'rgan uni nima qilgan. 25 sentyabr qizimni shunday shuga ushlab shunday tajovuz qilish maqsadida shunday qiynab urib, hatto ov quroli bilan qo'rqitib, oyoqlarini bog'lab, kameraga tarmoqlarga tayyorlagan. Men bo'lsa uni uyga borib necha kun yotdi, men onasidan aytdim, nima uchun shunday vaziyatga qizni qara dedim. U qizim bo'lsa menga aytmay, onasiga aytmay shunday yig'lar edi. Bir necha qala o'zini o'ldirmoqchi ham bo'ldi, bizga aytmasdan. 9-oktyabr kuni shu videoni men tushunganimda 10-silosiga men ariza bilan Boysun ichki ishlarga murojaat qildim. Shundan buyog'i biron natija hozir yo'q. Videoni ko'rganimdan keyin men shu videoni ko'rmasam o'lib ketishim yaxshi deb shunda o'zimni shunday stress holatga tushib, shunda mazam qochib, bir kun o'zim mazam qochib yotib qoldim. Ilojsizlikdan bundan oldin biron kishiga ustidan yozganim ham yo'q, ariza nima qilganim ham yo'q, oldin sudlanganim ham yo'q. Majbur bo'lib shu ichki ishlarga, yuqori tashkilotlarga hammasiga chiqdim, majbur bo'lganimdan. Bu qizimning nomusi shunday bo'ldi. Endi bu videoni ko'rgan insonlar biron kishi ishonmaydiki bu qiz bola deb. Endi ota sifatida qiz bolalarga endi shuni aytamanki, bunday jinoyatchining agar bor qishloq bo'lsa, shundan ehtiyot bo'lib qizlaringni boqib yurishlarini iltimos qilaman. Meni holatim bir qamoqdan ham yomon. Bir kishi menga qarab aytadigan, "Ha, shuni qizi shunday bo'lgan" deb shunday holatga tushganman hozir. Shunday yuribman endi jonsiz hisobi. Mana yuqori tashkilotga odamlar meni o'rnimga bir qo'yib ko'rsin shu holatni. Shu videoni ko'rib, meni o'rnimga qo'yib ko'rib bir xulosa chiqarsin. 15 kundan keyin mana borganingizda hamma joy qoralagan joylar mana ko'rinib turibdi. Hammasi men ekspert xulosani umuman rozi emasman u tergovchi nimasidan. Ekspertdan rozi emasman. U xulosa hammasi bo'lgan voqea ko'rganda umuman mumkin emas u. همون واقع همون بچه نرجلا همون کار کرده، کامera داد، کامera کرده، خلق پتفته، کلیم ویران شد، خودم ازم گریخ، چی کردگی من نمیدانم، بینیتان کن چاریش، چی کردگی من نمیدانم کو. Said Murodov Narzullo shu ishlarni qilib tarqatib yubordi qizimni. Endi nima qilishni bilmayapman, bosh ko'tara olmayapman. Shuning uchun boshim vayron bo'lib qoldi. Umuman na choy ichish bor, na biron narsa qilish bor. Endi chorasini ko'ringlar. Nima qiladi qizim deyaptilar. Iltimos chorasini ko'ringlar aka. پس جانشت قصد کردن همین شب تا زمان میرم جاگشت نیا میکنم خیزم نیست ابتساش روم 6 تا هم خودم میکشم من خودم تو میکنم من چی کرد گفته هم دست گرفت همین شب تا زن که یک ماشید که من همین بلیم دستم دست گرفته ایستادم التماس کن چارش بینید التماس چی کردی من نمیدونم دوملا من معلم برام ده میگه تو بچه‌م فلان کرد خودت بچه‌م فلان کرد خودت میگه otasi ham o'qituvchi bo'lishi uchun meni ustiga chiqib aytadiga nima qildi o'g'lim seni qizingni falon qildi dedi. Hatto onamga o'zi o'qituvchi bo'lgani uchun onamga aytganki ey qara degan qizingni qanday qilgan bo'lsam seni ham 5 battar qilaman degan. Sudga bergandan keyin shu tashqariga yurishdan keyin kelib shu ishlarni yana qilyapti. Endi nima qilamiz? Agar shu yerdan tashqariga chiqib yursa yo dadam yo ayamni birisidan o'ldiradi yo o'zimni o'ldirib tashlaydi. Xayolim chimi guzarim
jon nesla bedenim. Hadi xayolamdagi murdaga islam, zinda neslam hayotda xayolamdagi. Digi kim yaşama. Hazil ko'raymi va yak didigi seton kamera khay mayli doktoram ham takardi boshi kamera kardi xalqda nabatdoy sari balahom ham kar sari domodam ham kar sari dodosham ham kar sari xudam ham kar man xadda yak to'ydam namiram yak joyam nami burama iltimos jorisi binedogu ayamay tarafdagi shu ishlarni qilgan bo'lsa nimaga tarqatadi? Hammani boshini yerga qarayapti. Bir joyga bora olmayapman. Umuman hech narsa qila olmayapman. Endi chorasini ko'ringlar deyapti. sentyabr kuni men shu yerga molni olib ketish uchun uydan kelgan edim. Keyin Saidmurodov Narzullo orqamdan kelib ushlab, azoncha do'poslab urib, meni yerga olib kelib, orqam bilan yotqizib, yana urdi. Qarshilik ko'rsatdim, yana urdi. Og'zimni ushlab, ko'ylaklarimni meni yergacha olib kelib, keyin video o'z qo'l telefoniga videoga oldi. Baqirdimki yana urdi. Keyin urdi. Azoncha urdi. Mazam qochgandan keyin baqirib aytdi, hamma joyimga urib oyoqlari bilan ham urdi. Qo'lida quroli ham bor edi. Shu quroli bilan aytdiki, agar dedi biron kishiga og'zingni ochasan dedi, miltiq bilan otib yuboraman dedi. Keyin dedi, olib borib bir joylikdan tashlab dedi, aytamanki dedi, o'z joniga qasd qildi deyman dedi. Oyoqlarimni bog'ladi, o'rtasiga masofa qo'yib. Birdaniga ikkalasi ham bir joyga qilib bog'lamasdan o'rtasiga ancha masofa qo'yib, birinchi bittasiga bog'ladi, keyin ikkinchisiga bog'ladi. Keyin hamma joyimni ushlab, o'zini asbobini yechib ko'rsatdi. Qo'limga majburladi, ushladi, ushlamadim, keyin yana urdi. O'zi qo'limni tortib, qo'li bilan ushlatirdi. Keyin zo'rlamoqchi bo'ldi, qizligingni olaman dedi. Keyin harakat qildimki, qizligimni olmasin deb yig'ladim, shunchalar ana qildim, ovozim chiqmadi. Ko'kragimda urgandan keyin ovozim umuman chiqmadi. Keyin qizligimni ola olmasligi uchun barmog'ini tiqdi. Barmog'ini tiqqandan keyin mazam yana qo'shdi. Keyin oxiriga arqonni yechib yana urib aytdiki, aytdim-ku, agar biron kishiga aytsang yo ota-onangga biron kishiga o'zingni ochsang, meni ismimni aytsang, miltiq bilan otib yuboraman, keyin olib borib bir joyga tashlab aytamanki, o'z joniga qasd qildi deyman dedi. Keyin men ham jim yurdim. 26-chi kuni bitta qarindoshi telefon bilan sim karta olib keldi menga. Aytdiki, shuni ishlatib yur dedi. Iltimos sendan dedi. Men onamnikiga ketishim kerak dedi. Onamnikiga dedi, erim bor dedi, ko'rsa telefonimni dedi, o'ldiradi dedi. Yashirincha ishlatyapman dedi. Xo'p dedim, ishlatib yurdim. 28-ga o'n telefon qilib uyimizni pastiga chaqirdi. Aytdiki, agar shu yerga kelsang dedi, videoni o'chirib tashlayman dedi, hamma o'z yo'liga ketadi dedi. Men ham senga ishim bo'lmaydi, sen ham menga ishing bo'lmaydi dedi. Keyin men u yerga kelmadim kechasi. Kechasi chaqiryapti dedi. Kelmaganim uchun keyin o'zim telefon qilib aytdim, aka dedim. To'g'ri gapirdim. Aka dedim, nimaga tarqatdingiz dedim. Nima men sizga yomonlik qildim dedim. Tarqatganini qayerdan bildingiz? Barcha hamma joyga tarqatib ketganda amakimga ko'rdim. Amakimda? Ha, men Husnidan amakimga ko'rdim. Shularni telefonda ko'rdim. O'zlari kelib ko'rsatdilar. Ha, o'zlari chaqirib aytdiki, "Janim, bu kim?" dedim. "Men" dedim. "Keyin nimaga aytmading?" dedi. Keyin aytdimki, shunaqa qo'rqitdi dedim. Shuning uchun ayta olmadim dedim. O'zi bu bolani oldindan tanirmidingiz? Ha, qo'shnimiz bo'lganda tanirdim-da. Lekin u bilan umuman qo'shni sifatida gaplashar edik, lekin o'rtamizda biron narsa yo'q edi. Masalan, 25-sentyabr kuni bu joyga molingizni uyingizga olib ketishga kelgansiz, to'g'rimi? Ha, shu yerga kelgan edim.
Holat qanaqa bo'ldi? Birdaniga yugurib keldimi? Yo, mola nariq dedi. Qaytib olib kelayotgan yerdan chiqdimki, orqamdan bir shiqiris bo'ldi-da. Orqamdan qaradimki, keyin birdaniga kelib peshonamga urdi. Boshim aylanib ketgandan keyin oyog'imga urdiki, orqam bilan yiqilib tushdim. Keyin yotib azuncha urdi. Qo'li ham bilan urdi, quroli ham bilan urdi. Birdaniga qanday qurol edi? Miltiq. Yo'q, katta qurolmi? Ha, katta qurol miltiq edi. Ov qilayotgan ekan, ba'zan daryo bo'yida o'rtakni ov qilib kelayotgan ekan, men qayerdan bilaman? Uni xotini bor, bolasi bor, men qayerdan bilamanki u unaqa qiladi. Undan keyin telefon qilib aytdim, nimaga dedim, tarqatdingiz aka dedim. Keyin aytdiki, xo'p qoldim, ajab qildim, nimaga kechasi chaqirdim, kelmading dedi. Shuning uchun tarqatdim dedim. Tarqatdim dedi, o'chirdi telefonni. Bo'yi borganimda zapsni qo'ydi, tergovchi zapsni qo'ydi. U zapsga o'zini ovozi ikkita og'iz gapirgani bor bo'ldi. Birinchi telefon qilib aytdiki, joyini belgila dedi. Boraman dedi, har kim o'z yo'liga. Keyin men joyini men belgilaganman. Tan olaman, o'zi bilan men belgilaganman. O'sha yerni tergovchilar aytayaptiki, ana sen qilgansan, sen telefon qilgansan, shunaqa bo'lgan, men aytdim, shunaqa SMS yozdi. Har kim o'z yo'liga ketadi. Sen telefon qil, meni telefonimda puli yo'q, SMS qilishga puli bor deb SMS qilib jo'natyapti. Keyin men telefon qildim, keyin aytdiki, joyini belgila deb SMS qilgan. Joyini belgilab aytdim, shu yerga keling dedim. Keyin dedim, videoni o'chirib tashlaysiz dedim. Allohga bo'yib qasam dedi, o'chirib tashlayman dedi. Qasam ichib aytdiki, o'chirib tashlayman ke dedi. Keyin yana qo'rqib aytdimki, bu birinchisiga qizligimni olmadi, endi borsam qizligimni oladi dedi. Qo'rqib hech nima bo'lmasa shuncha qildi. Azza badanim ko'kargandan keyin jim turdim. Nega shu qizligimni olmasin deb. Keyin bormadim. Bormaganimda shunaqa tarqatib yuborgan. Barcha qarindoshlarga tarqatgani uchun hamma joyga tarqat. Birinchi bo'lib akam Rossiyadan chiqdi. Yig'lab yubordi. "Singlim bu nima?" dedi. Keyin akamga yig'lab aytdim. O'z jonimni qasd qilmoqchi edim. Amakim qaytardi. Endi chorasini ko'ringlar dok. Sudga berganimizda olib borib ekspertiga kirdi. 15 kundan keyin shu jarohatlar badanimda qolgan edi. Ketmagan edi. Azzoy badanim ko'kargan, hammasini rasmga olgan edilar. U opam tengi men qishlog'imizda 4-sinfgacha darsga boramiz. Undan keyin dehbologa boramiz. Dehbologa boramiz. Keyin dehboloni ko'rdingiz-ku, yo'lda qanaqa unchi. Keyin tekis yo'l deb dadam pastga qo'ydi. 6-sinfimgacha pastga maktabga bordim, Oltinsoy tumanga. Oltinsoy tumanga shu yerga maktabga bordim, lekin u menga dars bermagan. O'zi bilarmidingiz, u yigit bundan oldin ham yana qanaqadir shunaqa ishlar qilganmi boshqalar bilan? Qo'shnimizga qilgan. Masalan, o'zini urgan, qiziga zo'rlamoqchi bo'lgan, qizini dars berar edi, 2-sinf talaba edi. O'zi dars berar edi, qo'lida o'qiyotgan edi. O'zi qizini zo'rlamoqchi bo'lgan, qiz yig'lab kelib onasiga aytib bergan, onasi militsiyaga bosunga topshirgan. U oddiy deb jarima qo'yib o'z yo'liga ketganlar. Yopdi qilib bo'ldi. Yashashdan umidim qolmagan edi. Akalarim bilan amakim hozir masalan ayam ko'ylagimdan ushlab yotadilar. O'zini bir nima qiladi dedi. Shan bilan o'lim bir teng-ku aka. Shan bilan o'lim bir teng-ku aka. Men Oltinsoy tumanidan kelin bo'lib kelganman. Ravshan va Baxtinisoman, Toqqa kelin bo'lganman. Kuyovim Rossiyaga ketgandi. Shu qo'shnimiz kelib bino qilardi, gapirardi, ish-pishimga oz-oz yordam berardi. Uni maqsadini men bilmagan ekanman. Kuyovim Rossiyaga ketgan uchun mendan foydalanmoqchi bo'lgan. O'zi u kishi vaqtida ham birovning xotinini olib qochib kelgan o'g'irlab. Shunday bola edi o'zi. Ha men yerim yo'q, yordam beryapti deb o'ylagan ekanman. Uni niyati boshqa ekan. Qizimni ham maktabga borardi. Voyaga yetmagan 3-sinf qizimni necha marotaba olib kelgan maktabdan.
Men oldiga borganimda to'xtab turganga men sizda bir ishim bor, gapiray, qizingiz ketaversin deb necha marta maktabda ham bir-ikki qo'pol ishlar qilgan. Erim yo'qligidan majbur tog' zonasi sharoitimiz shunday, shuning uchun bozorlikka borardim men. Borgandimda ham necha marta izlarimdan borib, bog'larga ham shunday necha marta ko'ylaklarimga noqib shunday ishlar qilganda, u shunday bir iflos bachchada, uning uchun qonun yo'qmi, uni hech kim so'ramaydimi. Necha marta mahallaga ham, xotin-qizlar raisiga ham, uchastkoga ham aytdim, sizga pul berdi. Otasiga murojaat qildim. Otasi uyga kelib aytdi-ku, seni teng bir mol bilan hamma tarafni yopaman dedi. Qo'lingdan kelganini qil dedi. Haqiqatan men murojaat qildim boysinga. Ular pul bilan uchastkoga shuni tarafini olayverdi. Hech ishimiz ko'rilmadi. Oxirida ishimizni pul berib ular yopib yubordi. Mana bugungi kunga endi qo'shnimizni qizig'a shunday iflos qiliqlar qilgan. Buning uchun qonun ya bir ko'radigan inson yo'qmi buni? Prezidentimiz nima uchun bizni nima qilyapti? Bunga bir qonuniy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Men Rossiyaga edim. Men ketdim. Men shu hamsoyalarimga ishonib men chiqib Rossiyaga ketdim. Bolalarim yosh. Bu qizim mana men domla deb ishon qilib maktab qo'ydim. Men Rossiyaga borgandan keyin xotinim yig'lab chiqyapti. Aytayapti, shunday bo'lyapti. Hamsoyam shu Narzullo o'tganida kulib menga qarab kulyapti, deyapti. Keyin aytdim, hamsoya dedim. Keyin bir kun mana yerdan o'tinni yig'ishtirib borganda bolalarim mana shu katta qizim bilan borgandan shuncha o'tinni borib Narzullo yoqib yuborgan. Bu o'tindan mayli dedim, hamsoyachilik dedim. Mayga o'tib hammalaring falon qilaman degan. Men Rossiyadaman. Bolalarim qo'rqqandan eshikdan chiqmay och turgan mana shu yerga. Buni urib, oyog'ini hamma joyini ko'kartirdi. Narzullo bilan Ali. Unga mayli indamadi, mana Husni guvoh. Indamadi, men aytdim, mayli hamsochilik dedim. Uchastkoga keldi, Domullo Bahrom katta mata o'quvchi Qur'onni o'qigan, aytayaptiki, men seni orqangda borman debdi. Men shuncha pul bilan seni yopib taylaman degan. Uchastkoga qarab, uchastkov nima qiladi endi? Qonun bilmaydi ular. Qonun bilsa, sirati arziqib yopirish kerak uni. Mana keldim, mana hozir keldim. Men shuning uchun men Rossiyaga keldim. Bolalarim pastga sovuq qolibdiki, men keldim Rossiyaga. Ishimni taylab kelib, bolalarimni yig'ishtirib olib keldim mana. Bor mol-pollarimizni ham sotdik, yo'l puli qildik. Shuni deb shu iflos deb ro'zg'orim mashitib ketdi. Oilam shunday bo'ldi. Shu yosh bolalarim bilan men yinamga turdim shuncha vaqtdan beri. Shunday qilmasa ro'zg'orimga turaman. Bu kishi sorsam bo'lmaydi. Bir shuni deb hamma taraf shunday bo'ldi. Qizimni maktabga olib qo'yadi. Niyatini bilsam, bu borsa, keyin bunga hujum qilish kerak. Xudo shukr, mana bormadi ham, nima qilmadi ham, mana qizlarim bor. Mana keldim, xudo xolsa, bu yoqni qonun ko'rsin. Ko'rmasa yo biz ko'chaylik o'tirsin bo'lmasa. Ertaga bu jonim bo'ladi bu. Mana qiz jonim bo'ladi meni. Ertaga boshqa birovni qo'yga kiradi. Kim qizini qo'yadi ko'chaga? Bu borligidan. Yo, hozir olgan ko'chga qo'rqaman. Olgan xotini ham shunday birovning xotini edi. To'y to'qqiz bergan, 7 to'y bo'lish kerak. Qizni o'g'irlab olib keldi birovning xotinini. Ota-onasi biladi o'zi. Bilmaslikka olib shunday qildi, birovning qizini o'g'irlab olib kelib uyga olib keldi. Shunday birovning xotinini. Qaynotasi mullo to'ra deyadi, u issiq sovuq qiladi. Men issiq sovuqdan qo'rqmayman. Faqat Xudodan qo'rqaman, qonundan qo'rqaman. Tamom. Qonundan to'g'ri bo'lsa qonundan qo'rqaman. Ertaga birovni qizini shunday hozir yopilib ketsa, ertaga kim qizini ko'chaga qo'yadi? Buni darsdan. Bu domlo bo'lsa kim qo'yadi muallim? Uni dars qo'ligaki qizimni o'qit deb. Men Rossiyaga edim, xotin menga telefon qilyapti, dadasi deyapti, shunda Nazulloning xotini menga aytayapti, qizingizni jo'nating, men arabcha o'rgataman. Men yo'q dedim. Men bilaman-da, yo'q dedim. Agar borganida tamom, men qizimni so'yardim o'zim. Majbur nima qilardim? Yosh qizimni.